إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Aziz birodarlar, bugun inshaalloh sizlarga Alloh subhanahu va taoloning hukmi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va zarur bir masalani aytmoqchimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu." Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa, o'sha narsani olinglar. Va ma nahakum anhu fantahu. Qaysi narsalardan to'sgan bo'lsa, o'sha narsalardan o'zingizlarni tiyib to'silinglar. Azizlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Bir inson to'liq mu'min bo'la olmaydi agar uni nafsi men olib kelgan narsaga to'liq ittibo qilmaguncha. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan din, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan narsalarni hammasini, barchasini muhabbat bilan bajarsak, shundagina biz dunyo va oxiratda baxt saodatga erishamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hukmlaridan biri mana bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qassus shawariba va a'ful laha khaliful mushrikina." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayapti: "Mo'ylovinglarni qisqartiringlar va soqollarni esa uzartiringlar. Mushriklarga, yahudiylarga qarshi turinglar" degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hukmlari bor. Ya'ni bu hadisda nima aytilyapti? Hadisda mo'ylovni qisqartirishlik va soqolni esa qo'yishlik haqida zikr qilindi. Hurmatli aziz birodar, mo'ylovni qisqartirishlik barchaga ma'lum. Ammo soqolni qo'yishlik esa bu haqida olimlarimizning bir necha aytgan tafsillari bor. Ulamolarimizning ichidan 3 mazhab imomlari, ya'ni Imom Abu Hanifa, Imom Malik va Hanbali ulamolari barchasi aytadi: soqolni olishlikka shariatimizda bironta ruxsat yo'q. Imom Shofi'iyni ham bir qavullarida shunday deb zikr qilingan. Albatta bir rivoyatida makruh deb aytilsa, boshqa rivoyatlarda esa harom, mamnu' deb aytishgan. Demoqchi bo'lganimiz, agar siz erkak kishi va musulmon bo'ladigan bo'lsangiz, azizlar, albatta soqolni qo'yaylik. Bu nafaqat Allohning hukmi, payg'ambarimizning sunnati, balki bu erkak kishi bilan ayol kishini o'rtasini ajratib turadi. Va shuningdek, erkak kishini eng katta xususiyat va belgilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Albatta, bundan boshqa ham juda ko'plagan fazilatlari, foydalari bor. Bu haqida turli insonlar yozib ketgan, lekin azizlar, biz ular aytganligi uchun soqol qo'yadigan bo'lsak, unda biz savob olmay qolamiz. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganligi uchun soqol qo'yamiz. Biz Allohning hukmiga ittibo qilish uchun, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qilish uchun soqol qo'yamiz. Shunda savob olamiz, shunda soqol qo'yishlik foydali bo'ladi. Shuning uchun azizlar, soqol yarashish uchun qo'yilmaydi. Soqol chiroyli qilib qo'yilmaydi, balki soqolni Alloh qanday qilib insonga bergan bo'lsa, shu holatda qo'yiladi. Albatta, uni chiroyli olib yuramiz. Lekin yarashmaydi ekan, meni soqolim falon yerdan chiqyapti, meniki mana bo'lyapti yoki shu kabi ba'zi bir sabablarga ko'ra soqolni olishlikka ulamolarimiz ruxsat bermaydi, balki shariatimiz ham ruxsat bermaydi. Shuning uchun azizlar, Alloh subhanahu va taoloning hukmi, payg'ambarimizning sunnatini hayotimizga tatbiq qilib, hayotimizga olib kelish uchun har birimiz mehnat qilaylik. Soch qo'yishdan boshlab tirnoq olishlarni barchasini azizlar payg'ambarimiz ko'rsatgandek qiladigan bo'lsak, dunyoda ham oxiratda ham hech qachon adashmaymiz. Alloh taolo barchalarimizni payg'ambarimizning sunnatlariga amal qiluvchi, Alloh taoloning shariatini yurakdan muhabbat qiluvchi insonlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.